miya portlab ketdi-da. Nima qilish kerak? Oyoq bilan qo'lni teng og'izga tiqib olish kerak. Usta akalar, sizlar yozib bitta murojaat bilan chiqyapman-da. Akalar, nima deysizlar? Men vaqti miyam qisib qoldi. Bitta kelin telefon qilyapti bugun. Assalomu alaykum, alaykum assalom. Aka dedi, remusni qo'yadigan bolalarmisizlar? Ha, shunaqa remusni qo'yadigan bolalarmiz ham. Aka ustum bor, to'rtta ustum. Hech pul qo'yapsizlar dedi. Aka qayerdan, adres qayerda desam, o'zimiz territoriyani aytdi. Ha, bo'ldi, aka qo'yib beramiz sizga metrini 200 ming so'mdan qo'yib beramiz 1 metrni. Chiroyli narxda bo'ladi desam, nima deydi? Aka, buncha arzon qo'yasizlar dedi. Miyam qisib qoldi. Buncha arzon qo'yasizlar degan. Birinchi marta eshitdim. Siz shunaqa narx qo'yapsiz, nima qilish kerak desam, men ham deydi. Shunaqa ish boshlamoqchi edim deydi, prosta narxni so'raydi telefon qilsam, sizlar vaqti yerga urib yuboryapsizlar ekan deydi. Miya portlab ketdi-da, nima qilish kerak? Oyoq bilan qo'lni teng og'izga tiqib olish kerak. Hayron bo'lib hozir sizlar murojaat qilaychi deb. Aka dedim, qolib meniki dedim, xohlasam dedim, bekarga qo'yib beraman dedim. Xohlasam qo'yib turib pul qo'shib beraman aka dedim. Siz oldin shu ishingizni boshlang aka dedim. Keyin o'z xohlaganini qilaverasiz aka dedim. To'g'ri, hali gap so'zlar bor. Bekarga ishlasang ham arzon ishlama degan gap bor, lekin men milenium bo'yicha 200 ming so'm o'zimiz territoriyaga 1 metri unga qimmat emas-da, nima deysizlar akalar? Shunga kommentariyada bu narsa yozib yuboringlar akalar.